qurilishda Hasan arxitektura bilan konstruksiyadan ekonom qilishadi-da. Ya'ni proyektga pul berishdan ekonom qilishadi-da. Shunaqa odamlarga, shunaqa mijozlarga qanaqa tavsiyalar bor? Mening tavsiyam shundaki, konstruktor va arxitektor va boshqa spetsialistlarga pul to'lamasdan ekonom qiladigan quruvchilar asosan deylik, ketkazayotgan materiallarni 2 baravar ko'p rasxod qilib qurilish. Ya'ni zapasini olish kerak. Zapasini olish kerak bo'ladi. Chunki berayotgan shu arxitektor deymizmi, konstruktor deymizmi, ularga xarajat qilayotgan xarajatini o'sha yoqqa kirgizib yuboradi 2 barobar ko'p. Nimaga? Chunki u klient, quruvchi deylik, o'zi javobgar shaxs bo'lib qoladi. U o'ziga qursa yoki boshqaga qursa javobgar shaxs bo'lib qoladi. Shunaqa. Chunki bu javobgarlikni arxitektor yoki konstruktor bo'yniga olayotgan paytida uni yechyapti-da, bo'yniga olyapti. Uni hisobiga biza berayotgan deylik, spetsialistlar berayotgan normativ bo'yicha berayotgan yechimlarni u odam bilmaydi. Video qiziq bo'lgan bo'lsa, qurilishdan ekonom qiladigan tanishinglarga yuborib qo'yaverasizlar.